Ketmon ko'targan odamni qora qozoni qaynab turadi degan qarashlar endi eskirdi. Yurtimizda yer egalariga berilayotgan imkoniyatlar butunlay o'zgarib, ularni tadbirkorlar, ya'ni boy odamlar safiga qo'shdi. Avvaliga 15 sotix maydondan manzarali va mevali ko'chatlar yetishtirishga bel bog'lagan paxtabodlik Nasibullo Ikromov zahmati va mehnati ortidan ko'chatchilikni 2,5 gektar yer maydoniga yetkazdi. Nasibullo aka har bir insonni bolaligidan orzusi bo'ladi. Kimdir futbolist bo'lishni yoki kosmonavt bo'lishni orzu qilsa, siz mana shu o'simliklarga bor hayotingizni baxshid etgansiz. Ya'ni bir so'z bilan aytganda, tabiat shaydosisiz. Bu faoliyatingizni necha yoshdan boshlagansiz? Ya'ni bu o'simliklarga qiziqish, ularni parvarish qilish borasida va yaxshigina daromad olish istagi ham bo'lgan. Maqsad ham shu aslida. Bolalikdagi qiziqish damlaringiz necha yoshdan bu sohaga kirib kelgansiz? Biz avvalo bu ishga qiziqishimiz bolalik davrlardan boshlangan. Bizi ustozimiz, rahmatli otamiz bo'lgan. Otamiz shu ishni dastlab boshlab bizni shu yerda dehqonchilik qilishga o'rgatgan, mehnat qilishga o'rgatgan. Shu orqali o'simliklarga qiziqishimiz oshgan. Ya'ni otangizning kasbini davom ettirib kelyapsiz hozirgi paytgacha. Otamizni kasbini davom ettiryapmiz. Katta natijalar albatta kichik qadamlar bilan boshlanadi. Siz dastlab mana shu sohani, o'simliklarni yetishtirish borasida qancha maydon bilan ish boshlagansiz? Biz birinchi yerimiz bo'lmagan, dastlab yerimizni shu fermer xo'jaligidan ijara asosida boshlaganmiz. Dastlab 2012-13 yillarga to'g'ri keladi. Bu ishni boshlaganimizga ham qarib 15 yil atrofida vaqt bo'lyapti. Keyin faoliyatimizni rahbariyat ko'rib, mehnatlarimizni ko'rib, joylarimizni mana hozirgi kunga kelib 2,5 gektarga yetdi. Paxtaobod tumani Boykechik mahallasida bolalikdagi orzusini ro'yobga chiqarish bilan birga 10 nafar ish o'rni yaratib, qishlog'iga obodlik, baraka olib keldi. Ushbu ishlarni mavsumiy ishlar ham deb bo'lmaydi, chunki 9 oy ish bilan ta'minlangan. Shu zahmatli kasbim ortidan uy-joy qurdim, mashinalar oldim va to'ylar qilyapmiz, deydi tadbirkor. Bu yerda oilaviy ish faoliyatini olib boramiz. Ikkita akam bor, opalarim bor, yordamlashadi. Doimiy ravishda shu yerda yerimizda birgalikda faoliyat olib boramiz. Qo'shimcha bu yerda ish faoliyati olib boradigan doimiy ishchi bilan ta'minlaganmiz. Ko'chatzorning yarmi manzarali daraxtlarga ajratilgan. Bu yerda 30 dan ortiq turdagi manzarali ko'chatlar yetishtiriladi. Bulardan kiparis va qirim-qarag'ay archalari shaharsozlik landshaftiga juda mos. Archalar atrofdagi chang zarralarini o'ziga tortib, tabiatga o'zining kislorod chiqarishi bilan birga yashillik tuhfa etadi. Ayniqsa xonadonlarga landshaft yaratishda iqlim holatiga mos ravishda ajoyib tus olib o'zgaradigan Goluboy yel va tuya gold kabi archalar salomatlikda ahamiyatli. Ko'rib turibmiz, juda ham turli xil manzarali o'simliklar parvarishlanyapti, ko'paytirilyapti ekan. Mana shu issiqqa bardosh beradigan qaysi o'simliklarni tavsiya qila olasiz? Ya'ni havoni tozalashi bilan birgalikda atrofga o'zining go'zalligi bilan insonlarga ko'tarinki kayfiyat beradigan o'simliklar ham bor. Qaysi o'simliklari faoliyatingizdan kelib chiqib Andijon iqlimiga mos landshaftlarda deymizmi, ko'cha katta yo'l bo'ylariga kelayotgan turli xil manzarali ko'chatlar ham bor? Albatta, hozir bizda 30-40 ga yaqin manzarali daraxtlarimiz bor. Mevali ko'chatlarimiz bor. Bu alohida 50 ga yaqin mevali ko'chat turlari bor. Hozir 30 xildan oshiq manzarali daraxt, archa, kustanliklarimiz bor. Bular hammasi shu bizni klimatga moslashtirilgan. 100-150 ga yaqin manzarali daraxt, archa, kustanliklarni o'rganib chiqqanmiz. Bizni klimatga mos kelmaganlarni ko'paytirilmaydi. Bular mana pisar daraxtlari bor, bagriani daraxtlari, katalfa daraxtlari, klion, endi hozir sanasam juda ham turi ko'p. Mana lola daraxtlari, beryoza, oqqayillar bor. Mana bu daraxtlarimiz ham juda bu kustanliklar hisoblanadi. Bular ham juda bizni klimatga mos
daraxtlar hisoblanadi. Qayerdan keltirilgan bu? Bu Yaponiyadan keltirilgan. Necha Yaponskiy. yillik hozir? Turishidan anchagina. Hozir bu 4 yil bo'ldi olib keltirib ekkanimga, hozir bulardan ko'paytirib qo'yganman. Ulama qilib, ulama qilib ko'paytiriladi. Bu Yapon Hakura Nishiki. Bu yana ham juda chiroyli tusga kiradi. Bu gullaydi hammi? Bu oqarib, mana shu barglari guldi singari oqarib turadi. Shu shtampoy holatda daraxtsimon qilsa ham bo'ladi. Mana bunday salla holatda tarbiyalasa ham landshaft dizaynga, yo'l bo'ylariga qo'ysa bo'ladigan daraxt hisoblanadi. Hozirda juda ko'plab chet davlatlardan 500-400 ga yaqin manzarali gul, archa daraxtlar kirib kelyapti. Juda ko'pi bizi klimatga to'g'ri kelmaydiganlari ham bor. Bularni biz o'rgangan holatda eng maqbul bizni issig'imizga, quruq ob-havomizga, bizni qishki sovuqlarimizga chidamli manzarali daraxtlarni yetishtirishni yo'lga qo'yganmiz. Shu sababdan faqat bu yerda o'rganilgan, sinovlardan o'tgan 7-8 yil kuzatilgan manzarali daraxt va kustanliklarni ko'paytirib kelmoqdamiz hozir. Prezidentimiz tomonidan mana oxirgi yillarda juda katta e'tibor berilyapti. Manzarali daraxtlarni ko'proq yashillikni respublikamizda targ'ib qilish, aholini ko'proq yashillik shu o'simliklarga qo'shimcha mana shu qiziqishini orttirish maqsadida yashillikni ko'paytirish, kislorod yana ham ko'p bo'lsa, qancha o'simliklarimiz ko'p bo'ladigan bo'lsa, toza havo bo'ladi. Issiqni ko'ryapsiz, oxirgi yillarda juda ham ob-havo yozimiz issiq kelyapti. Shu sababdan qancha yashillik ko'p bo'ladigan bo'lsa, bu o'zimizni klimatga ham ta'sir qiladi. Odamlarda yashash tarzi ham ancha o'zgargan oldingiga qaraganda. Har bir aholimizda mana tadbirkorlarimiz bor. Shu qurilish qilyapti. Qurilishlarning oldiga landshaft dizayn qilib daraxtlar ekyapti, archalar ekyapti, xonadonlarga landshaft qilishyapti, o'simliklardan ekishyapti. Bu respublikamizni yana ham yashillanishiga, ekologiyamiz yaxshilanishiga olib keladi. Bu narsa yaxshi. Oldingiga qaraganda, 5-10 yil oldingiga qaraganda odamlarimiz ancha yashillikka ko'proq e'tibor beryapti. Doimiy ravishda o'simlikni ko'paytirib borishimiz kerak respublikamizda. Sotilish masalasi bo'yicha chet davlatlarga, mana qo'shni Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, hattoki Turkmaniston respublikalariga ham manzarali daraxtlarni eksporti hozirgi kunda yo'lga qo'yilgan. Albatta ularda ham kelishib, ularni ko'rib, ularda ham bu o'simliklarga qiziqish ancha ortgan oldingiga qaragan. Har bir o'simlik turlicha e'tibor talab qiladi. Bu bog'bon ham kichik nihol yoki katta daraxt bo'lsin, ularni tilini biladigan, o'ziga mos shakl beradigan tabiat sartaroshi. Har bir ko'chat ustida sabr, toqat va san'at bilan ishlaydigan ijodkor. Maydonning 1 gektardan oshig'i turli mevali daraxtlar uchun ajratilgan bo'lib, 40 xilga yaqin oliy navli mevali ko'chatlar yiliga 80 ming dona yetishtirilib, mahalliy bozorni ta'minlash bilan birga eksportga ham chiqmoqda. Chet davlatlaridan O'zbekiston iqlim sharoitiga mos keladigan noyob daraxtlarni olib kelishda narxi qimmat bo'lsa-da, pul sarflashdan qochmayman deydi tadbirkor. O'simliklarni keltirib qalamcha qilib ko'paytirish juda mas'uliyatli ish bo'lish bilan birga tavakkalchilikka qo'l urish hamdir. Olma, nok, behi kabi mevali ko'chatlarning oliy navli urug'lari ekilib, pakana va yarim pakana payvandaklarga ulanadi. Xurmo ko'chatlari payvand qilish jarayoni aprel oyida amalga oshiriladi. Ayni paytda payvand ishlari qizg'in pallada. O'simliklar yaxshi rivojlanishi uchun muntazam yerni yumshatib, ularga parvarish ko'rsatiladi. Nasibullo aka har bir o'simlikning tilini tushunadi. Niholni ehtiyojiga qarab parvarish qiladi. Hatto yozning saratonida ham manzarali va mevali ko'chatlarni ekish mumkinligini tajribasi bilan ko'rsatib, sog'lom, baquvvat ko'chatlarni yetishtirib kelyapti. Shuning uchun ham mahsulotlari xaridorgir. Tajriba almashinuvi qanaqa? Albatta har bir inson, har bir mutaxassis o'z ustida ishlash talab qiladigan soha bu ham. Albatta, buni doimiy ravishda o'rganib borilish kerak. Manzarali daraxtlarni yetishtirish oson emas. Buni kasalliklari bilan shug'ullanish, dori vositalari bor, vitaminlari bor, vaqtida berib, kesishlarini olib borib, tarbiyasini doimiy olib borish kerak.
qo'shni davlatlar bilan tajriba almashuv ishlari ham bor. Biz mana Qirg'iziston Respublikasiga juda ko'p bor o'tib keldim. O'sha manzarali daraxtlarni yetishtirish, ularni ko'paytirish, shular bo'yicha ham seminarlarga o'tib, ular ham bizni respublikaga tashrif buyurib, mana shu pitonigimga ham bir necha marotaba Qozog'iston, Qirg'izistondan kelishdi, ko'rishdi. Bular ham hozirgi kunda aloqalar bo'lyapti. 3-4 sotixli maydondan ham mana shunaqa o'simliklar ekib daromad qilsa bo'ladimi? Shu bo'yicha bir mutaxassis sifatida qanaqa tavsiyalar? Mamlakatimizdagi yoshlar juda ham intiluvchan, qiziquvchan hisoblanadi. Bularda ozgina yer bo'lsa ham 1 sotikmi, 2 sotikmi, qancha yer bo'lsa imkon boricha mana o'simliklardan ekib, parvarishini ozgina mana hozir internetda ma'lumotlar ko'p. Bularni yetishtirish bo'yicha biz o'zimizni Telegram kanallar bor, gruppalarimiz bor. Doimiy bularni parvarishi bo'yicha, yetishtirish, ko'paytirish bo'yicha ma'lumotlar berib boramiz. Shuning uchun yoshlarimiz albatta qiziquvchilar bo'lsa kelsa bo'ladi mana bizga. Biz qo'ldan kelgancha yordam beramiz, o'rgatamiz. Yoshlarga tavsiyam albatta bu o'simlik doimiy bu o'lmaydigan narsa. Bu hamisha inson uchun eng kerakli bo'lgan shu o'simlik bo'ladi. Bemalol kelib o'rganishlari ham mumkin, o'zlari izlanib, mana shu manzarali daraxtlardan ekib, parvarish qilib, yetishtirib, tirikchilik qilsa ham bo'ladi. Davlat yetakchisi tomonidan ham yoshlarga davlat ijarasi tomonidan yerlar, ochiq dalalardan yerlar ajratilyapti. Shu maqsadda foydalansa ham bo'ladi. Albatta, hozirgi kunda mana prezidentimiz tomonidan yoshlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida 10 sotik, 15 sotik, hattoki mana 30 sotikka doğru yer beryapti. Bu yerlardan unumli foydalanish kerak. Bekarga berilgani yo'q. Bularda har bir joydan, bir qarich joyda mana bo'sh joy yo'q bizda. Bir qarich joydan ham unumli foydalanishga harakat qilamiz. Hozirgi yoshlarga maslahatim berilgan joydan unumli foydalanib, mana shunday o'simliklarni yetishtirish bemalol bo'ladi. Hech qanaqa qo'rqadigan joy yo'q. Faqat intilish kerak, mehnat talab etadi. Shu mehnatdan qochmash kerak. Hozirgi kunda mevali ko'chatlarimizni 56 turga yaqin mevali ko'chatlarimiz bor. Bu yil mana barcha mevali ko'chatlarni sotildi. Yana keyingi yilga, bu yilga kuzga, noyabr oyiga ekiluvchi mevali ko'chatlarimiz ham bor. 56 turga yaqin mevali ko'chatimiz bo'ladi. Barcha mevali ko'chat turlaridan bor desak ham bo'ladi, qisqa qilib. Hozirgi mahalda ekolmay, yeri bo'sh qolib ketgan odamlar bo'lsa yoki tomorqasi yo'q insonlar bo'ladigan bo'lsa ham, bularga ham tuvaylarda hozir bemalol mevali ko'chat ekish uchun sharoit qilganmiz. Bunda bemalol tuvayda qo'yib qo'yishi ham mumkin ko'chatlarni yoki olib ekishi ham mumkin bo'ladi. Fasl tanlamaydi. Fasl tanlamaydi. Mana shu manzarali daraxtlarimizni ham bahorda, fevral oyida ko'chirib, skotchlab, qoplab, tayyor qilib qayta ko'mib qo'yganmiz. Buni ham bemalol hozirgi kunda olishlari mumkin bo'ladi. Bu innovatsiyani qayerda olgansiz? Bu Yevropa davlatlarida, asosiy rivojlangan davlatlarda barchasida yerdan uyqudalik paytida manzarali daraxt archalarni ko'chirib qo'yadi-da, qayta shu qatoriga o'tkazib ko'mib qo'yadi. Bu uyquga ketadi-da, uyquga ketgan mahalda ko'chirilgan narsa keyin yana harakatga tushgan, vegetatsiyaga o'tgandan keyin bemalol olib ekish mumkin bo'ladi. Chunki tomirlari kesilib, skotchlanib, tayyor holatga keltirib qo'yilgan bo'ladi. Yoz oylarida ham, kuzda ham har qanday mahalda olib ekishga sharoit bo'ladi. Boykechikdagi bu ko'chatzor oddiy mehnatsevarlik va ilmiy yondashuv qanchalik katta natijalar berishini amalda ko'rsatib turibdi. Tadbirkorning rejalari katta. Turli manzarali landshaft uchun ko'chatlar sotiladigan savdo nuqtalarini ochib, ish o'rinlari yaratish harakatida.